Ey hemşirem, siz mu ayol sahabelerning uyiga kirib, ularni yaqindan kuzatib beqishni xohlaysiz shundaqmi? Siz nurg'un qatim o'zingizdan ularning kunlari qanday o'tadigandir? Ularmi bizga o'xshash tamoq etib, uy tozalamdigandi? Ularning erlari bilan orasida bugungi kunda bizning erlarimiz bilan qilingan suhbatlarga o'xshash suhbatlar bo'lamdigandi deb so'ragan edingiz. Amdilikda sizning Rasululloh pat-pat yo'qlab, hol ahvol so'rab turadigan, mehr muhabbatini yetkazib turadigan bir uyga kirish fursatingiz bo'ldi. Siz hozir jannat ahlining xonimi bo'lgan Fatima Zahraning uyida turibsiz. Hazreti Fatima yo'ldoshi Ali ibn Abu Talibga uy ishidan qattiq charchab ketganligidan shikoyat qilyapti. U hozir tugman qo'llanib, qo'llarini qandoq darajada yaralanganligini, suv to'shib bo'lamay bo'ynining qandoq og'irganligini, uy supurganlikdan kiyimlarini qandoq chang-tuzan bo'lib ketganligini aytmoqda. Hazreti Ali bo'lsa uningga dadangizga asarlar keltirildi. Uning yeniga berib, ulardan birsini sizga yordam qilish uchun so'rab baqsangiz, dedi. Shuning bilan Fatima Rasulullohning yeniga bordi. Ammo u dadasining yenida boshqalarni ko'rib, ularning oldida hojatini aytmay, Hazrati Oyshaga kelish sababini aytib qo'yib, uyga ketib qoldi. Rasululloh bekor bo'lib kirgandan keyin Hazrati Oysha uningga Fatimaning uy ishlaridan charchaganligini va xizmatchi so'raganligini aytdi. Rasululloh qizining uyiga bordi. Bu vaqtda Hazrati Fatima yo'ldoshining aram elish uchun o'rin rastlayotdi. Rasululloh ularning ruxsatini olgandan keyin uyga kirdi va "Men sizlarga xizmatchidanmi yaxshi bir narsa ko'rsatib qo'yaymi?" O'rin silib yotgan vaqtinglarda 33 qatim takbir, 33 qatim tasbih, 33 qatim hamd aytinglar. Bu sizlar uchun xizmatchidanmi yaxshidir, dedi. Ey hemşirem, mana bu jannat ahlining xonimi qo'llari yerilguncha tugmanda ochliq tortadi. Bo'yniga iz tushganga qadar tulumda suv to'shuydi. Kiyimlarini chang-tuzang besib, kir bo'lib ketguncha uyini supuradi. Bu ishlarni qilish uning yo'ldoshining, dadasining va yoki Rabbining oldidagi qimmatini tövallatib qo'ydimi? Oilani vayron qilish maqsadida uy ishlarini qulluqning bir turi deb jarsagan u ovozlarga quloq solmang. Ular atalmış erkinlik orqali oilani vayron qilmoqchi. Ular hammaylan barobar deyish orqali bolalarni yetimlik ko'chasiga tashlamoqchi. Ayol kishining o'zining uy ishlarini qilishi qandoqsiga qulluq hisoblansin. Bolalari va yo'ldosh uchun tamoq etishi qandoqsiga qulluq qilish bo'lsin. O'zining oilasining manfaatini qo'g'diganlik qandoqsiga o'zini xorlaganlik bo'lsin. Siz quluqingizni qaloq fikrlarning axlat sanduqiga aylantiribman. Ular bu ummatga qarab, hali ham musulmonlarning oilalari mavjud turganligini ko'rib, vayron qilinmaganligiga ichibishdi. Hech narsaga nazar solmay, oilasiga o'zini beg'ishlab sabr qildigan ayollarning turmushi ularni bearam qildi. Oilasining izzat hurmatini qo'g'dash uchun jafo chekadigan dadalarning qiyofati ularning yaramsizligini oshkorlab qo'ydi. Bir ailening namoz o'qish va iftor qilish uchun jam bo'lgan dasturxonlari ularni g'azablantirdi. Hijob va uning ichidagi iffat hayo ularni g'azablantirdi. Ular faqat ayollarni uydan chiqara olsalar, yuqoridagilarning hammani vayron qila oladi. Chunki ayol oilaning turki va inoqlikning manbasi. Ey hemşirem, agar siz oila ishlarini jafoliq desangiz, buni biz chin qalbimizdan chiqarib tasdiqlaymiz. Agar siz oila ishlari insonni charchitadi desangiz, biz buningga shaksiz ishonamiz. Ammo bu hayot, shundoq emasmi? Bu hayotda har bir insonning o'ziga tushliq vazifasi yo'qmi? Hamma ishning o'ziga yarasha jafo mushaqqati bo'lmamdi. Atrofingizga qarab beqing. Jafo tortmay halovatga erishtiradigan biror xizmat bormi? Kishilar turmushining halakchiligida bir burda non uchun tirishyapti. Qarmoqqa oson ko'ringan xizmatlarning amaliyotda o'ziga yarasha jafo mushaqqati bor. Muhofizachilar qarab beqing. Ular soatlab o'ri turadi. Bankida, idora organlar va ishxonalarda xizmat qiladiganlarning ko'pinchisi bel og'riq kasaliga duchor bo'ladi. Askarning xizmati osonmi? Va yoki jiddiy paytlarda kechini kecha demay chaqirtiladigan doktorlarning xizmatimi?
Hatto siyosatchilar ham andish ichida xotirjam yashayolmaydi. Ey hamshiram, jafo tortmay bu dunyoda halovat yo'q. Har bir natija tirishchanlik, jafo mushaqqat talab qiladi. Har bir cho'ng-cho'ng natijalarning orqasida kechagi kunduzni ulab o'tkazgan tirishchanliklar, arg'inliklar bo'ladi. Hozir siz boshqalarni qo'yib turib, atrofingizga, tabiatga qarang. Qushlar uvusini, samonlarni to'plab qurmamdi. Hasal harilari shirin izlab uzun safarlarga chiqmamdi. Cho'mil kecha-kunduz tirishmamdi. Barcha maxluqotlar ishlaydi, tirishidi. Ularmi albatta charchaydi. Sizmi mana mushu ishlab jafo tortish kerak bo'lgan dunyoning bir farzandi. Shunlashqa sizmi tirishing. Ko'rsatgan tirishchanligingizga tushliq Alloh sizga ajr ato qiladi. Ey hamshiram, ayol kishining uyiga xizmatchi selishi hech qanday masala emas. Ayoliga xizmatchi taklif qilib bergan albatta hurmatga sazovor Ammo xizmatchisi yo'q ayolmi bechora ayol emas. Hazrati Fatimaning xizmatchisi yo'q edi. Ayol o ishlar orqali ajrga erishadi. Shuningdek, zotining sirti tirishib pul tepib, oilasining chiqimini qamdishi bu erning vazifasi. Bu vazifasini ado qilish bilan ajrga erishadi. Siz oilasining holidan xabar olib, ularni qo'g'daydigan bir ayol bo'lish sifatingiz bilan siz oilaning egisi va ishonchlik sohibisiz. Allohdan qolsa siz oiladagi mehr muhabbat, yemak-ichmakning sifati, bolalaringizning xotirjamligi kafolatli qilasiz. Bolalaringizning sevgisi va bexatarligi uyingizdagi qimmatlik oila jabduqlarida muhim. Bolalaringiz mehr muhabbat bilan cho'ng bo'lib, oilasida g'amkin yurmasligi oilaning muhim ma'nolaridan biri. Shuning uchun siz o'zingizga nazar solib, o'zingizning qimmatini biling. Uyingizda xizmat qilish sizning bir xizmatchi o'rniga tushib qolganligingizdan derak bermaydi. Siz uyingizning xonimi, ishonchlik sohibisiz. Agar siz oilangizda bir kun ish qilmay qolsangiz, ertasi uyning ahvoli qanday bo'ladi? Ana shu vaqtda sizning qimmatingizni hamma odam biladi. Sizning qilayotgan har bir ishingizning albatta ajri bo'ladi. Farishtalar sizning savobingizni amal daftaringizga yozib o'tadi. Hatto sizning yo'ldoshingiz va bolalaringizga bergan bir luqma taomingizning savobi yoziladi. Iftor vaqtida siz tayyorlagan taomlarni iymon bilan yeb ichganlarning savobi sizga bo'ladi. Ularni go'zal taomlar bilan ta'minlayotganligingizga savob bo'ladi. Bolajoqlaringizga kiydirgan kiyimlaringiz va yo'ldoshingizning kiyimini yuyib, dazmol silib, kiydirib qo'yganlaringiz uchunmi sizga savob bo'ladi. Shuni esingizdan chiqarmangki, oila sizning ibodatgohingiz, savob xazinangiz. Sizni oila ishidan chiqarib, oilangizni vayron qilishga urilganlarga aslo aldanmang.